Hop. O'tirinchi nima shikoyat? Shikoyat shu, bel og'riyapti. Bel og'riyapti, ha. Bel og'riq bilan keldim mana. Sizda o'sha nimada internetlarda ko'rib, Ha. o'sha YouTube'larda ko'rdim. Aha. Keyin bemorlaringizni ham ko'rdim. Holatini 9 mm, 11 mmgacha bo'lgan derejangizni ko'rib, biz endi sizdan shifo istab, Inshaalloh. Xudo Hop, xolasa. og'riq qanaqa bo'lyapti aka? Og'riq mana shu belda og'riq bor. Aha. Ish qilganda o'tirsangiz turolmaysiz, tursangiz o'tirolmaysiz degandek oyoqqacha beryordi. Hozir 3 kundan oyog'im ham og'riyapti endi. Oldin oyoqda umuman og'riq sezmasdim. Aha. 2 kun 3 kundan buyon endi oyoqqacha beryapti. Tushunarli. Tushib pastga. Aqa o'girling. Hop. Bo'yinni, yelkani tekshirganimda yelkalarda ozgina shishlar bor, belda qiyshayish turibdi. Belda ham shish bor ekan. Og'riydi. Ha, bo'ldi. Stenodan bor ekan. Mana bundacha og'riq yo'qmi? Og'riq bor. Mana bundacha. Bor. Og'riq bor. Mana bundacha. Yo'q. Og'riydi. Oyoq uchida yuring. Og'riydimi? Yo'q, unaqa kuchli emas lekin. Tovonda yuring. Lekin bor. Ha. Kuchaydi. Tushunarli. Bu yoqqa yoting endi. Hop, mana oyog'i ko'targanimda og'riq. Sal bor. Hop, mana. Bo'sh qo'ying. Aylantirganimizda og'riq. Bor. Mana bundachi. Kuchayadi. Hop, mana bundachi. Yo'q, deyarli uncha. Mana aylantirganda kuchayadimi? Mana bundachi. Bor. Hop, tushunarli. Hop. Oyog'i kaftini torting o'zingizga. Torting o'zingizga, tortib turing. Tortib turing. Mana bunda ko'proq va mana shu yoqda. Shu bu yoqda. Hop. Tortingchi. Lekin mana bu qaytib ketyapti mana shu. Mana shu qaytib ketyapti. Bu yoqda ko'proq Ha, o'ng oyoqda ko'proq. Hop. Sezgilar yaxshimi? Sezgilar yaxshi. Tortingchi o'zingizga ikkala oyoqni. Bir xil kuch bilan tortganda yana bo'ladi, ha? Bo'ldi, tushunarli. Ring aka. Baqa o'tirib Hop, emarta qildirdingiz, ha, emarta. Hozir shu yerdami? Ha, olib keldim. Kirib bo'lmasa. Sumkani olib kelavering. O'sha yerga Emarta qo'shing, taksi. Ha, ketadimi? Bo'ldi, buni ko'rgan ekanman shekilli. Ha, kecha kompyuteringizga tashladik-da. Tashladik-a? Baqara o'tiring endi, men batafsil tushuntiraman. Tikka tursangiz yaxshi, O'tirsam qiynalyapti. Hop. Akajon, mana har bir insonda mana bosh miyadan tortib nerv tolalari tushadi mana. Mana bosh miyamiz mana bu o'ylaydi, soddaroq tushuntiraman. Mana bular harakatni bajaradi, asosiy vazifasi. Shu axborotni mana shu liniya orqali tarqatiladi miyadan. Shu liniya mana shu umurtqaning kanalidan o'tgan, mana teshikchasidan. Endi bu liniyaga xalaqit qilayotgan narsa mana ikkita suyagingiz ezilib turib, tog'ayni bosyapti-da, tog'ay nervi bosyapti. Shuni hisobiga mana misol uchun bosh miyadan ketadigan signallar, oyoqqa o'tadigan signallar o'tish qiyin bo'lyapti. Yur, tur, torta degan signallarni beryapmiz, lekin o'shalar o'tkazmayapti. Bu mana shu grijangiz hisobiga. Endi bu grija shunaqa ekanki, sizda 6 mm aka. 4 bilan 5 orasida 6 mm, keyin 5-chi va dum qismini boshlanish joyida kanalga tegib past tomonda. Sentrdan chiqyapti, markazdan. 6 mm ham sentrdan chiqyapti, markazdan. 5, bittasi 6, bittasi 5. Ikkita grija turibdi. Ikkilamchi torayishlar bor. Stenoz deydi buni.
Mana shu grija bo'ladi aka. Mana nervi oyoqqa o'tgan, mana bu grija. Nervga tegib turibdi. Endi buni davosini aytaman aka. Davosi asosiy kasallikning kelib chiqishi ikkita suyani ezilishdan hosil bo'lyapti. Ezilgan narsani biz yengil-yengil cho'zishimiz kerak va yallig'lanishga qarshi dori-darmon qilib, fizioterapiya muolajalar bilan uni mustahkamlashimiz kerak. Ana shunda sizga yaxshi natija bo'ladi. Buni standarti shu. Dori-darmon qil, fizioterapiya qil, yengil o'sha manual terapiyadan qiling deyilgan bu narsani. Standart shu. Shularni men sizga qilib beraman aka. Bo'ldi endi. Sizdan shifo istab Inshaalloh. Inshaalloh albatta ilm ishga solamiz. Xudodan so'rab. Men o'zim stoykada ishlab ustachi bo'lganim uchun 3 marta ishga borib, 15 kun, 20 kun ichida. 3 marta qaytib keldim-da. O'zim endi brigadada bosh ustaman. 3 ta sherigimiz bor, ular endi men aytgan ishni qiladi. Mendan o'tib ish qiladi. Ular o'ziga kallasi yetmaydi. Qo'pol qilib aytganda. Qo'pol qilib aytganda. Mana shu yuzim hisob bichimini ham o'zim bichib, yerlarni ham boshqasini ham o'sha periodka xonalarni o'zim bo'lib boshqa qilib chiqarib beraman. Yana bo'lmaydi. Endi aka siz shu yerda o'tirsangiz bo'ldi deydi haligalar. Buni qo'ymaydi, buni vijdon qo'ymaydi. Ishlab yurgan odam risk to'xtab qolsa bo'lmaydi ekan. Bo'lmaydi. Sizni grijangiz shunaqa nuqtadaki, faqat oyog'i ildizlarini bosmagan. Sizniki markazni bosib qo'ygan. Endi bildida, sentrni bosgan. Buni kecha kuni o'sha sizga telefon qilmasdan oldin rosa bir oydan kuzataman sizni YouTubedan. Yo'q. Reklama anaqa videolaringiz. Videolarim. Keyin nechta odam hassada ham kelgan, qo'ltiqda ham kelgan, yotib olgan kelgan aravachalarda. Shunaqa. Keyin opadim menga farqi bo'ldi, men shifo bo'lsa bo'ldi menga. Bo'lsa ishonchingizni oqlaymiz aka. To'g'risi men ham duolar ijobat bo'lsin. Inshaalloh yordam beramiz aka. Kuzatamiz. Hozir men davlinangizni o'lchaman, ha? Bo'ldi. Uchli yo'qmi, uchli? Har bu qolyapti. Shu bu manalik bor, doktor. Bitta ushlab qoladi. Yolg'on narsa bir minutga bormas kuchli og'riq bo'lib ketadi o'shanda. Sizniki yana ham tabiatan umurtqa kanalingiz keng ekan. 16 mm dan 21 mm gacha kenglikda turibdi. Uncha og'riq bermagan hisobda. Agar u 6 mm lik grija sentrdan chiqsa, uncha-munchasini oyog'ini falaj qilib qo'yadi. Men o'zimcha o'yladim, buni vesim og'irlik qilyapti deganim deb qo'yadi. Odamzod har xil xayolga borar ekan. Yana ham umurtqani kanali havada har xil razmerda bo'ladi. Ba'zilarniki 13 mm, ba'zilarniki 20. Sizniki o'shandan 2 hissa ko'proq. 6 mm uncha bilinmagan. Mashq qilamiz. Birinchi mashq oyog'i qo'lni ko'tarish mashqidan boshlaymiz. Boshladik. 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10. Endi ikinchi mashq. Cho'zilamiz, tanani cho'zamiz. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12. Hop, endi tarzi o'ngga chapga. 1 2 3 9
10, 11, 12, 13. Aha, aylantiramiz. 1, 2, 3, 4, 10. Hop, endi tanani mana ko'tarasiz. 1 deganda buni ko'tarasiz tanani, 2 deganda tushirasiz. 1, aha. 2, 3, 4, 5. Osmonga qarab yotib oling. Sizni bo'sh qo'ying. Mana shunday torting o'zingizga. Torting. 1, torting. 2, torting. 3, torting. 4. Juplang oyog'ini, buklang. Aha. 2 yonga suring. 1, 2, 3, 4. O'rtaga torting. Juftlang oyog'ini bundoq torting. 1, 2, 3, 4. Bo'sh qo'y. Baqa yonchalab yoting. Salmanga siljing. Hop, mana bundoq qilasiz. Birinchi qo'lingizni bering. Mashq qilaylik, mashq mana shuni. Nafas olamiz. Chiqaramiz, orqaga tashlang. 1, nafas olamiz. Chiqaramiz, nafas. 2, nafas oling. Qo'ying oyoqni. Qo'ldan shuni nafas oling. Chiqaring. Nafas oling. Chiqaring. Yaxshi, oqa yonchilang. Nafas oling. Chiqaring. Zo'r ochildi. Nafas oling. Chiqaring. Zo'r ochildi. Nafas oling. Chiqaring. Yaxshi, osmonga qarang. Yaxshi yengil bo'ldi. Osmonga qarang. Bo'sh. Yaxshi. Bo'shashtiring. Yaxshi. Yonchalab yotib, sekin o'tiring. Oyoq juplang. Ba'zan Qo'ydi. Qo'ydim. Qas setdi. Bel. Yaxshi. O'tiring joyga. Ancha ham ochildik. Bugun nechinchi kun? Bugun 5-kunda. 5-kun. Yaxshi. Qo'lingizni bering. Hop. Boshingiz mana oldinga ekkanimda og'riq kuchamayaptimi belga? Yo'q. Chapga egilganda kuchamayaptimi? Yo'q. Kuchamayaptimi? Yo'q. O'rningizdan turing. Oyoq uchida yurib ko'ring. Kuchamayaptimi? Hop, baqa qarab tomonda yuring. Og'riq kuchamayaptimi? Yo'q. Hop, yoting bu joyga. Joyingizga yoting. Oyoq ko'taramiz aka. Kuchamayaptimi? Bor, sal bor. Sal bor, mana bundacha. Yo'q. Bundacha. Lekin elastikligi ancha ortibdi. Harakatlar. Mana bundacha. Yo'q. Mana bundacha. Yo'q. Bundacha. Yo'q. Hop. O'tiring aka. Umumiy hisobda necha foizga yaxshisiz oldingidan kelgan kuningizda? Men o'zim 60% o'zgardim. 60%. Yaxshi, xudo xolisa, yana ham yaxshi bo'ladi. Harakatlaringiz ancha yaxshi qoldi. Yurishlar, uyqular. Og'riq, uyquda ham halovat bo'ldi mana bugun. Aha. Ancha 60% ancha yaxshiman, tetik his qilyapman o'zimni. Yaxshi. Bugun 5-muolaja bo'lsa, 4 kunlik muolajani natijasini endi ko'rasiz. Bugungi muolaja natijasini ertaga ko'rasiz. 6-7-kunni olib oxiriga yetkazasiz. Xudo xolisa 90% ga olib chiqamiz, xudo xolisa. Inshaalloh. Sog' bo'ling. Mashqlarni davom ettiring. Hop, o'tavering.
Ertaga yana ham ochildi, qirsillaydi. Hozirgida, ha? Yaxshi. Har set kiyimam bitib, Yana bir qirsillar. endi qirsillaydi, ochildi-da mana bu. Yaxshi, hozir mana shu yerda yotaverasiz, birolar. Hop, akajon, mana bugun 8-kun muolajalarni hammasini oldingiz. Massaj, fizioterapiya, manual terapiyalar, kinezoterapiya, LFK. Hammasini qildik. Hop, o'zgarishlaringiz qay darajada endi? O'zgarish 100% o'zgarish. O'zgarish 100% yaxshi. Yaxshi. Harakatlaringiz o'zgardi. Og'riqlar yaxshi, uyqular. O'zingizdan ko'rmaysan. Degan holatim bilan hozirgi holatim ancha osmon bilan yercha farqi bor. Osmoncha farq bor. Endi avvalo ixlos qilib keldik. avvalo ha. Shu ixlosimiz kasallik. ijobat bo'lib mana shunchalik Ha. yo'limiz o'rtada kurashdik shu kasallik bo'yicha. Endi rahmat sizga ham qo'lingizdan ko'rmasin. Rahmat. Bizga bemorlar baxtiga sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kasal bo'lmani, shifoyini davomli bo'lsin, kasal bo'lmani. Hop, endi buni rejimini tushuntiraman. Rejimi gimnastika qilib turasiz. Hozircha birinchi, ikkinchi yilga har 6 oyda davolanib turasiz. Keyingi yilda, keyingi nimalarda 1 yilda bir marta. Keyin o'zi sekin-sekin esingizdan chiqib ketadi bu narsa. Basseyn masalasi. Basseyn masalasi yaxshi, suzish ham zo'r. Faqat o'sha gradusi past bo'lmasin, chunki mushaklar sovuq haroratga chidamsizroq bo'ladi. Hozirgi vaziyatda. Keyinchalik suzish yaxshi, keyinchalik. Hali tuzalib, to'liq muskullaringiz sog'lom bo'lib ketgandan keyin yaxshi. Keyin bir ikkinchi muolajani olib bo'lganingizdan keyin bir sanatoriy kurort lechenalari yaxshi sizga. Suv muolajalari, o'sha yod bromlik, radonlik suvlar deydi. Serovodorod Bizda o'sha to'g'ri, ana bizni tepamizda Rabxon degan sanatoriy bor. Rabxon. Unaqa balchiq, sho'r suv, mana shunaqa yaxshi u ham. Keyingi ikkinchi davolanishdan keyin tushasiz. Ungacha men hozir mana vazonit yozdim. Yarimtadan bir mahal 1 oy ichib qo'yasiz, milgammadan 2 mahal ichib qo'yasiz, Melbek tabletkasidan. Mana ularni bir oy ichib qo'yasiz. Yozib berganlaysiz. Energiyalarni oxiriga yetkazib qo'yasiz. Neyromudin yozdim. Ularni ichib, unga 1 oylik yozgansiz. O'shalarni ichib davom ettiravering. Bular boshqa. Shularni ham qo'shib qo'yasiz. O'sha nervlarni asosan himoya qilib beradi ular. Bu dorilar ham mikrosirkulyatsiyani yaxshi qiladi, nervlarni oziqlantiradi, yallig'lanishlarni yo'q qiladi. Bular ham ichkaridan yordamchi. Mashqlarni to'xtatma. Sog' bo'ling. Shifoyingiz davomli bo'lsin. 6 oyda bir ko'rishib turamiz yoki 5 oy. Noyabrda ham kelaman endi. Oktabr, noyabrlarga keling. Telefonlashib turamiz, xudo xolasa. Nomer bor. Katta rahmat. Men taksi kutamiz. Xursandmiz sizga foydamiz tekkandan aka. Sog' bo'ling. Yaxshi Ancha xursandmiz lekin. Ha. Yerda ozish chiqaman yana. Sizlarga xizmat ko'rsatganimizdan